Uzgidromet ertangi ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra, Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 gradus, kunduzi 28-30 gradus bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 gradus, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 35-30 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 27-32 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 gradus, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 25-30 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 17-22 gradus iliq bo'ladi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.